mana shu qarorni ertaga ijrosini ta'minlash biz va siz singari rahbarlarni bo'ynida. Shunday ekan, keling qani mana shu Navoiy viloyatidagi sog'liqni saqlash sohasida 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar, oldimizdagi larimiz to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Biz 2025-yilda juda ko'p yutuqlarga erishdik. Tibbiyot sohasida ko'p yangiliklar bo'ldi. Biz uni inkor qila olmaymiz. Mana shu yil oxirida 2025-yil oxirida muhtaram prezidentimiz tomonidan tibbiyot xodimlari bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda bir qator topshiriqlar, ya'ni o'sha vazifalar belgilab berildi. Biz bu vazifalarni 2026-yilga o'zimizga bir shior qilib oldik desak adashmayman. Biz 2025-yil davomida o'sha yuqori texnologik amaliyotlarni tuman darajasigacha tushirdik. Mana respublika oldinlari Hindistonda, chet elda bo'lib keladigan operatsiyalar, katta amaliyotlar shu o'zimizda Toshkent shahrida, ya'ni o'sha poytaxtimizda o'tkazilardi. Keyinchalik viloyat darajasiga tushirildi. Undan keyin hozir o'sha tuman darajasigacha tushirtirdik. Bu narsani katta yutuq desak bo'ladi. Misol uchun mana bitta o'sha buyrak ko'chirish amaliyotini aytadigan bo'lsak, bu oldin o'sha Hindistonda bo'lardi. Unda biz xalqimiz imkoniyatlari juda cheklangan edi. Hozirgi kunda bu o'sha mana Zarafshon shahrida bo'ldi. Xatirish tumanida o'tkazdik bu amaliyotni va u o'zimizga katta yutuq bo'ldi. Bundan tashqari yana o'sha aholida xalqimiz orasiga ko'p uchraydigan o'sha kardiologik operatsiyalar, bolalarda uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlari, bular hammasi o'zimiz viloyatda respublika tibbiyot xodimlari, o'sha professor o'qituvchilarimiz, professor shifokorlar tomonidan kelib o'tkazildi. Bundan tashqari chet el bilan hamkorlikda amaliyotlar kelib o'tkazilib, shunaqa yutuqlarga erishdik. Va 2026-yilda endi yangilanish desak, mana kardiologiya markazi qurilish arafasida, ko'z kasalliklari shifoxonasi qurilish arafasida. Endi bunaqa qurilishlar juda ko'p, o'sha investitsiya doirasida qilinadigan ishlarimiz va o'sha xalqimizga, menimcha 2026-yilda ham shu xalqning ishonchini oqlab, shu o'zimizga berilgan vazifalarni yuqori darajada bajaramiz degan umiddamiz. Rahmat. Albatta Abror aka, aynan mana shu sog'liqni saqlash sohasida bizning Navoiy viloyatimizda bir qator keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa mana shu Turkish laboratoriyasini qurilishi, Turkish Med laboratoriyasini yoki o'zimizda mana qon tahlillar, bugun inson uchun kerakli bo'lgan, ya'ni aholimiz uchun, aholining turmush tarzi uchun, sog'lom turmush tarzi uchun yaratilishi lozim bo'lgan ishlar amalga oshirilyapti. Nima uchun? Buning maqsadida tub zamirida bir narsa yotibdiki, inson qadri. Bugun mana borardik, eslasak, shifoxonaga borsak, shifokor topolmasdik, shifokorni topsak, dori topolmasdik, dori topsak, dorini qiladigan hamshira topolmasdik. Qarang, hurmatli yurtboshimiz tomonidan bir chiroyli islohotlar amalga oshirilyaptiki, hatto bugun mana shu hamshiralarimizni chet davlatlarda o'qitib kelish, shifokorlarimizni mana shu chet davlatlarda malakasini oshirib kelish bo'yicha davlatlararo shartnomalar tuzilyapti-da. Bu bo'yicha ham qanaqa rejalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Bizda ham mana shu Germaniya davlatida, Italiya davlatlariga shartnomalar qilinyapti. Hamshiralarni borib u yerda malakasini oshirib kelish bo'yicha yoki mana shu shifokorlarimizni malakasini oshirib kelish bo'yicha mana Rossiya davlatiga, Kazanga borib kelishyapti. Bular bo'yicha ham oldimizda qanaqa rejalar bor? Endi bu narsa 2025-yil davomida 2024-yilda nima solishtirib ko'radigan bo'lsak, 2024-yilda bir 60-70 ta shifokor chet davlatda borib malakasini oshirib o'qib kelgan bo'lsa, 2025-yilda yakunigacha 230 dan ortiq shifokorlarimiz borib malakalarini oshirib, ulardan o'sha katta amaliyotlar deymiz, o'sha yuqori texnologik amaliyotlarni muvaffaqiyatli o'rganib kelib, o'zimizda joriy qilindi. Oldin mana viloyatimizda 94% bemor chet elda poytaxtda bor davolanadigan bo'lsa, hozirgi kunda bu narsani o'sha 80% ga 70% dan pastga tushirdik desak, bu mubolag'a bo'lmaydi.
Bundan tashqari o'sha siz aytgandek Germaniya, Italiya davlatlari bilan hamkorlikda o'sha hamshiralarni jalb qilish bo'yicha o'qitish, ularni tayyorlash, o'sha o'zida xohish, istagi bo'lgan hamshiralar tayyorlanib, u yoqqa o'sha ishga yuborish masalalari hozirgi kunda jadal olib borilyapti va bu bo'yicha 26-yilda maqsadlarimiz bor. Albatta. Hurmatli teletomoshabinlar, siz bevosita Navoiy viloyat teleradio kanalining ochiq muloqot jonli ko'rsatuvini ko'rib turibsizlar. Ekranlaringizda bizning telefon raqamlarimiz yozilgan. Ushbu raqamlar orqali SMS xabarlari yoki qo'ng'iroq qilib, sizlarda tug'ilayotgan savollar, muammolar bo'lsa, albatta bevosita yo'llashingiz mumkin. Bunga mas'ullarimiz bevosita nazoratga olib turishibdi. O'tkir Shonazarov, xush kelibsiz. Albatta bugun mana shu ko'p tarmoqli shifoxonamizda juda ko'plab amaliyotlar amalga oshirilyapti-da, o'zimiz ko'rib turibmiz. Mana eshitib turibmiz, internet tarmoqlarida kuzatyapmiz, oynajahon orqali ham ko'ryapmiz, turli xil amaliyotlar chetdan kelgan shifokorlar bilan, professor, olimlar bilan birgalikda mana shu amaliyotlarni amalga oshiryapsizlar-da. Bu uchun imkoniyat yetarli darajada, to'g'rimi? Imkoniyat bo'lmasa, u yerda amaliyotni qilib bo'lmaydi. Mana markazimizda ikkinchi jarrohlik bo'limi 2017-yilda faoliyatni boshladik. Biz muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan 92 xil ortiq turdagi Yaponiya grant bilan apparaturalarni olgandan keyin faoliyatimizni boshladik. Hozirgi kunda deyarli Toshkentda mana yetakchi klinikalardan ham оборудованиemiz yaxshi desak ham bo'ladi. Biz o'tgan yilgi 25-yilda sarf hisob qilayotgan bo'lsak, viloyatimizda ilk bor transplantatsiya buyrak transplantatsiyasi markazimizda amalga oshirilgan bo'lsa, o'tgan yil ham noyabr oyida 2 ta transplantatsiya qildik. Hozirgi kunda 90% xirurgiyada bo'ladigan amaliyotlar markazimizda qilinyapti. Bitta ikkita mana amaliyotlar, murakkab amaliyotlarga mana Vohidov nomidagi Respublika xirurgiya markazini 25 koykamiz filial hisoblanadi. Deyarli har hafta biz telekonsultatsiyalar olib boramiz, bemorlarni mana bu tekshirish nimalarini hammasini tashab berib, maslahatlashib, 2 hafta, 3 haftada mutaxassislar kelib, birga amaliyotlarni o'tkazayotimiz. Albatta O'tkir Shonazarov, bevosita mana shu hududlarda ham yurasiz-da. Aynan mana shu ko'riklar, tibbiy ko'riklar bo'yicha bugun xirurg sifatida, ya'ni jarroh sifatida aytishimiz kerak bo'lgan gaplarimiz bor-da. Bugun juda ham mana shu jarrohlik kasalliklari, ya'ni xirurgik kasalliklar juda oshib boryapti-da. Mana o't qopidagi dimlanishlar, o't qopidan tosh chiqishlar, qarasa qachon qarama yosh bolalarda o't qopida muammolar kelib chiqyapti yoki mana shu buyraklardagi yetishmovchilik tufayli buyrak yetishmovchiligi tufayli birdan dializga tushib qoladigan yoshlar paydo bo'lib qoldi-da. Buni sir emas, oshqozon kasalliklari, bevosita oshqozonni birdan nima qilyapmiz? Pristup berib qolyapti, ya'ni uni amaliyotga olyapmiz. Bular bo'yicha bir tavsiyalaringizni bersangizda, mana ota-onalar kuzatyapti bizni. Yoshlar o'rtasidagi mana shu xirurgik kasalliklar, ya'ni jarrohlik, turli xil jarrohlikkacha olib boradigan kasalliklar bor-da. O'sha balki biz o'sha kasallikni oldini olsak, o'sha jarrohning stoliga yotmaydi, ya'ni operatsiyagacha bormaydi-da. Shu bo'yicha ham bir tavsiyalaringizni berib o'tsangiz, nima uchun bu kasalliklar bugun ko'payib boryapti, yoshlar o'rtasida ayniqsa? Mana bir necha yildan beri viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasini bosh jarrohi sifatida faoliyatim yuritaman. Mana o'tgan yilgi muhtaram prezidentimizning farmoni bilan viloyatda respublika darajasida 200 dan ziyod masalan tuman bo'ladigan bo'lsa, har bitta viloyatda 2 tadan tuman xirurgiya nimasini xizmatini ko'tarish maqsadida bo'lib berildi. Bizaga mana Xatirch tumani bilan Navoiy viloyatida Zarafshon shahri tushgan bo'lsa, mana oldin 52-54 prezident qarori bo'yicha Toshkent darajasidagi operatsiyalar viloyatlarga tushirilsin degandi. O'zini perichini bor edi, soni bor edi, ular hammasini qilingandan keyin o'tgan yil 25-yil viloyat darajasidan tuman darajasigacha tushirilish kerak bo'ldi. Zarafshon shahrida buyrak transplantatsiyasi amaliyotini amalga oshirdik. Diafragmal churralarni ilk bor marotaba Zarafshon shahrida yo'lga qo'ydik shu narsani. Xatirch tumanida laparoskopik churralarni bartaraf qilish, har xil setkalar bilan plastika qilish usullarini Xatirchiga joriy qilgan bo'lsak, yana avgust oyida birinchi transplantatsiya amaliyoti bajarildi. Yaqinda yana
respublikamiz bosh jarrohlarining video selektor nimasida topshiriq bo'ldiki, har bitta tumanga 7 ta kasallik bo'yicha targ'ibot o'tkazish, mahallagacha tushish va targ'ibot o'tkazish. Mana shu 7 ta kasallikning ichida bu o'tkir pankreatitlar hozirgi kunda juda dolzarb hisoblanadi. Xirurgiyada oldin mana 7 yil, 8 yil oldin o'tkir pankreatitlar juda ham kam uchragan bo'lsa, hozir birinchi o'ringa chiqdi xirurgik kasalliklar bo'yicha va o'tdosh kasalliklar va uning asoratlari, mexanik sariqliklar bilan hozir mana kunda kuzatyapmiz, juda ham ko'payib ketdi. Kasallik yosharyapti. Nima uchun? Chunki kam harakatlik. Hamma taksida yuryapti, hammaning o'zining mashinasi bor, hamma avtobusda, piyoda yurish kamayib ketdi. Ikkinchidan, aholini yeb ichishi. Juda ko'p mahsulot iste'mol qilyapmiz. Mana muhtaram prezidentimiz mana noyabr oyida tibbiyot xodimlari bilan muloqotda bo'lgan payti ham imенно ana shu ko'p yeyishni aholimizda mana shu narsani ko'tardi. Soat 10 da ham yeyapmiz, 11 da ham yeyapmiz, kasallik yosharib ketyapti. Harakat bo'lmagandan keyin. Demak, sog'lom turmush tarziga rioya qilmayapmiz. Shunday. Sog'lom turmush tarziga rioya qilmaganimizdan keyin kam harakat bo'lyaptimi? O'timiz dimlanadi, tosh paydo bo'ladi, tosh sekin-sekin o't yo'llariga tushadi, mexanik sariqlik bo'ladi va amaliyotlar o'ta og'ir kechadi. Bir yosh bolani amaliyotida men bevosita o'sha shifoxonada edim, ko'zim tushdi-da. Gaplashib turganini eshitib qoldim. Yoshgina bola 18 yoshga kirgan ekan. Mana respublika ixtisoslashtirilgan shifoxonada o'zimiz shoshilinchda bir qism tosh chiqdi deyapti-da. Endi bu aytishga oson. U yosh bolani, 18 yosh bolani o'tida bir qism tosh birdan paydo bo'lib qolmasa kerak-ki, uni o'sha yillar davomida menimcha noto'g'ri ovqatlanish yoki noto'g'ri harakatlanish natijasida bo'lgan bo'lishi kerak. Bu hozirgi mana bugungi yoshlarimizning eng nimasi bu asosiy chipsilar, suxariklar, har xil fast foodlarni kirib kelishi, ayniqsa mana shular juda toshni olib paydo bo'lishini, o'tda ishlamaganligini sababchilaridan bittasi bo'ladi va har xil hozir turli jigar kasalliklari, oldin mana o'zimizda tibbiy adabiyotlarda o'qiydigan kasalliklarni hozir real holatda o'zimizda nimada ham ko'ryapmiz, tajribamizda. Rahmat. Mahfuza Islomovna, xush kelibsiz. Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, bizni mana shu bugun studiyamizda har xil turli yo'nalishdagi shifokorlarimizni sizlarga mana shu tavsiyalar berish maqsadida, ulardan mana shu taklif berilgan savollari, sizlar tomonidan tushgan savollarga javob berish uchun va sizlarga takliflari, maslahatlarini berish uchun chaqirtirganmiz. Mahfuza opa, xush kelibsiz. Albatta, bugun siz bevosita mana shu ayollarimizni himoyachisi sifatida turibsiz bu yerda. Bugun mana shu tug'ruq jarayonlari juda ham ko'p muammoli shakllanyapti. Ko'plab mana shu ayollar o'rtasida turli xil gaplar, ya'ni nimaga o'sha tug'ruq jarayonida endi o'zingizning tilingizda tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Har xil holatlar, ularni bir sog'lom turmush tarziga yo'llash, ularni bugun o'sha homiladorlik davrida sog'lom yurish, sog'lom ovqatlanish, mana har xil o'sha fast foodlarni yemaslik, turli xil mana shu adrenalin, ya'ni kuchaytiruvchi ichimliklarni ichishi natijasida, bevosita Coca-Cola ichimliklarini ichishi natijasida ham o'sha rivojlanadigan homilaga yoki rivojlanadigan bolaga ta'sir ko'rsatishi va u tug'ilgan bola bugun cheribnoy davleniya bilan tug'ilayotganligi, turli xil buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi bilan yoki yurak parogi deymiz, u bo'yicha mana shunaqa sabablar orqali ko'plab bugun kuzatilyapti-da. Buni natijasi nima? Avvalo o'sha sog'lom turmush tarziga homilador vaqtida amal qilmasligi menimcha-da. Shular bo'yicha mana bugun yosh oilalarga tavsiyalaringiz, o'sha homiladorlik davrida nimalarga ular ko'proq e'tibor qaratish kerak? Bugun qanaqa sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish kerak? Nimaga biz ertaga xalqqa sog'lom farzandlarni dunyoga keltirishimiz kerak. Ertaga bizni mamlakatni sog'lom yurt farzandlari boshqaradi-da. Shunday ekan, shu tavsiyalaringizni berib o'tsangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan inson umri shu ona qornidagi homiladorlikdan boshlanadi deb o'ylayman-da. Bugungi kunda viloyatimizda 1 milliondan oshiq aholi bo'lsa, har yili viloyatda 24 mingdan oshiq tug'ruqlar sodir bo'ladi. Ushbu tug'ruqlar o'zi homiladorlik jarayoni, tug'ruq jarayoni bu fiziologik proses deb aytamiz-da. Lekin bugungi kunda aytib o'tganimizdek ko'p asoratlarning uchrashiga sabab o'sha ayollarimizning yoki oilaning o'sha homiladorlikka tayyor emasligi.
homiladorlik 9 oy davom etadigan bir jarayon bo'lsa, buni o'zi 9 oyni o'zida juda katta bir jarayon kechadiki, bu jarayon homilador ayolning ruhiyatiga, tanasining salomatligiga, ekstragenital kasalliklarning bor yo'qligiga, umuman ayol ham jismonan, ham ruhan, ham iqtisodiy jihatdan, oila ham, ayol ham homiladorlikka tayyor yoki tayyor emasligiga juda ham bog'liq bo'ladi. Chunki agar biz aytadigan bo'lsak, 3 oygacha homila shakllanishi, ya'ni embrion shakllanishi sodir bo'ladi deydigan bo'lsak, mana shu 16 haftagacha har bitta organni, ya'ni tananing har bitta organini o'zini rivojlanish muddatlari bor. Bularni arasida eng uzoq davom etadigani bosh miyani shakllanish davri. 16 haftagacha homilada bosh miya shakllanishi. Uni nafaqat morfologik, ya'ni tuzilish jihatidan shakllanishi, balki hattoki o'sha homilador ayolga homiladorlik davridagi o'sha siqilish, stress yoki bo'lmasam ruhiy zo'riqishlar o'sha rivojlanayotgan homilaning erta xotirasining past bo'lishiga, fikrlashning bo'lishiga, qabul qilish, fikr yuritish jarayonlarigacha ta'sir qiladi. Shunchalik nozik jarayon hisoblanadi homiladorlik va ushbu homiladorlikni 9 oygacha davom etadigan bo'lsa, homila o'zini tana vaznini yig'ish jarayonida, tug'ruq jarayoniga tayyor bo'lguncha onadagi barcha jismoniy holat yoki ruhiy holat homilada aks etadi. Ko'pincha mana injiq bolalar tug'ilyapti, hozirgi bolalar chirikni bosh miyasida bosim bilan tug'ilyapti deb aytamiz. Yoki injiq juda ham bu bekorga emas, chunki bugungi kunda onalarimiz o'sha homiladorlik davrida sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik. Birinchidan nimaga? To'g'ri ovqatlanmaslik, yuqorida aytib o'tilgan o'sha fast foodlarni ko'p iste'mol qilish, gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, qaysiki onaga kerakli energiya manbaini yetkazib bera olmaydi. Ikkinchisi, onani ruhiy holati, yetarlicha dam olmaslik, shovqinli muzikalarni eshitish, ya'ni o'sha shovqinli muzikalar impulslar orqali bolani nerv tizimiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari irsiy kasalliklarni oldini olishga e'tibor qaratmaslik, ya'ni o'sha erta yoki 35 yoshdan keyin otaning yo onaning yoshi 35 yoshdan keyin homiladorliklarni qayd etilishi. Ya'ni bu paytda irsiy kasallik uchrashi ehtimoli yuqori bo'ladi. Shu bilan birga onaning toza havoda yetarlicha sayr qilmasligi bevosita ta'sir qiladi, chunki quyosh nuri orqali olinadigan vitamin D ning yetishmasligi erta bolalarimizda rahim kasalliklarining, o'sha suyak kasalliklarining kelib chiqishi yoki boshqa asoratlar nimjon bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Umuman oladigan bo'lsak, juda ko'p sabablarni keltirib aytishimiz mumkin. Lekin bu yerda bugun onalarimizga aytadigan asosiy bir ko'rsatkichlar borki, buni aytmasam bo'lmaydi. Tug'ruq yoshi, optimal tug'ruq yoshi bor. Bu demak 20 yoshdan 35 yoshgacha. Shu oilalarimizda rejalashtiriladigan tug'ruqlarni mana shu yoshga harakat qilish kerak, 20 yoshdan 35 yoshgacha. Birinchi talabimiz. Ikkinchisi, bu tug'ruqlar orasidagi intervalni saqlash. Ko'pincha uchratamiz, bir oilada 3 yilda, 4 yilda 3 ta farzand tug'ilish, ya'ni tug'ruqlar orasida intervalning saqlanmasligi. Bitta tug'ruq bilan ikkinchi tug'ruq orasi kamida 4-5 yil bo'lishi kerak. 1 yil homiladorlik jarayoni 9 oy, 1 yil deb olsak, davom etadigan bo'lsa, kamida 2 yil u tug'ilgan bolani ona ko'krak suti bilan emizish kerak. Bugungi kunda bu masalada ham juda katta muammolar bor. Chunki yosh onalarimizga to'g'ri maslahatlarni olib borilmaganligi yoki yoshlarimiz o'sha bolani parvarishiga erinchoqligi natijasida bola 2 yoshga to'lmasdan yoki o'sha 6 oygacha ham yetmasdan ko'krak sutidan ayirib sun'iy oziqalarga o'tib ketilishi. Juda ko'payib ketdi. Mana sun'iy oziqalar berish, kashalar berish, nima marketlarda yursak, korzinkaga kirsak ham, oila marketga borsak ham, qayerga borsak, otalar yuribdi, pampers bilan kasha ko'tarib yuribdi-da. Bu menimcha bu sog'lom turmush tarzi degani emas. Yo'q. Nima kinolarda ko'ramizda, Mahfuza opa ham siz faol deputat sifatida, ham ona sifatida, ham mutaxassis sifatida men uyga borsam televizorda ko'rgim kelmaydi-da. Ko'rsangiz, qaynona bilan kelin muammosi, qaynota bilan qizning muammosi, u homilador ayol o'tirib oladi, o'sha muammoni ko'radi-da. U ko'rgandan keyin uni homilador bo'lgandan keyin qonidagi bolasi nima bo'lib ertaga shakllanadi. Mana aytayapmiz-ku, ham tavsiya sifatida aytishimiz kerak. Bugun qaynona bo'ldikmi, kelin oldikmi, kelinimiz homilador bo'ldimi? Bo'ldi, u kelin qilib olib keldim uyga, sog'lom turmush tarzi degani bu uyda sog'lom ovqat yesin degani emas. O'zingiz aytib o'tdingiz yuqorida, uni sayrlarga chiqarish kerak, yuritish kerak, har xil sport
o'zini tegishli yo'nalishlari bo'yicha unga imtiyoz berish kerak. Uni ertaga undan tug'iladigan farzand o'zini nabarasi ekanligini, u ertaga o'zini kelajagi ekanligini avvalo his qilishimiz kerak-da. Mening fikrim, bugun ona homilador bo'ldimi, hammamiz ham otamizda, avvalo u onaga ko'proq imkoniyat, ko'proq imtiyoz berishimiz kerak. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, bugun mana shu mutaxassislarimiz, mutasaddilarimiz o'tirishibdi, sizlarga har xil mana shu kasalliklar bo'yicha yo'nalishlar berib o'tadi va tavsiyalar berib o'tiradi. Avvalambor sizlar tomonidan kelgan savollar bor. Men mana shu savollarni birin-ketin o'qishni boshlayman. Sherali Mannonov, Navoiy shahri, Guliston shahri, Navoiy shahri Guliston mahalla fuqarolar yig'ini taklifim va tashakkurimni bildirmoqchiman. Men o'zim kabi Navoiy shahrining otaxonlari nomidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi o'rinbosari Abror Yorqulovga va 4-sonli oilaviy poliklinika bosh shifokori Marhaba Jabborovaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu insonlarda ishiga mas'uliyat bor, bilimidan tashqari xasta insonlarga bo'lgan iliq munosabatdan mamnunmiz. Shunday shifokorlar ko'payishini xohlaymiz. Rahmat. Taklifim poliklinikalarga yetarlicha mutaxassislar bilan ta'minlashiga e'tibor qaratsangiz yaxshi bo'lardi. Ayrim poliklinikalarga ba'zi mutaxassislar yo'qligi bois boshqa poliklinikalarga borishga majbur bo'lyapmiz. Yana bir taklifim fuqarolarni o'zi istiqomat qiladigan manzildagi, ya'ni poliklinikalarga yo'naltirishni ko'rib chiqsangiz deb. Demak, Sherali Mannonov ushbu savolni yo'llayaptilar. Marhamat. Albatta rahmat savol berganlari uchun. Biz bu borada haqiqatan ham buni yashirish noo'rin. Bu yerda o'sha bizda vakant deymiz, o'sha bo'sh ish o'rinlari juda ko'p uchrab turibdi. Biz buni oldini olish yoki mana shu bo'sh ish o'rinlarini to'ldirish maqsadida hozir o'sha 49 nafar ordinaturaga mutaxassis yoshlarni jalb qilib, o'zimiz o'sha viloyat hokimimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga ularni o'zimiz hisobimizdan o'qityapmiz. Viloyat hokimi tomonidan katta tashabbus bo'ldi va ular shu yil oxirida 2026-yilda ular bitirib keladi va mana shu o'zimizga vakant joylarni to'ldirish harakatidamiz. Albatta, bugun baribir shifokorlarimiz bir shifokorni, kuz shifokorini izlab borsak, o'sha yerda kuz shifokorini topolmasak, to'g'risi ko'nglimiz xira bo'ladi. Demak, bugun albatta yetishmovchiliklarimiz bu shifokorlar, texnikamiz bor, u texnika asrida yashayapmiz, lekin mana bugun shifokorlarimizni shu uchun aytaman-da, ko'p shu olimlarimiz aytishadi, bugun shifokorlarni farzandlarimizni o'sha shifokorlik yo'nalishi bo'yicha qizlarimizni o'qitishimiz kerak, o'g'illarimizni o'qitishimiz kerak, shifokor qilishimiz kerak. Bu bejizga aytilmaydi. Albatta, Mehriniso Muhammadiyeva, yo'nalishlaringiz bo'yicha bemalol javob berasizlar. Navoiy shahri Janubiy mahalla fuqarolar yig'idan 2-guruh nogironiman. Surunkali qon bosimi va yurak bo'yicha jarrohlik amaliyotlarini boshimdan o'tkazdim. O't pufagida muammoyim bor, sahrim ham bor. Shu holatimda o't pufagimni operatsiya qildirsam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Bu savol javobi mana hozir bizani amaliyot qiladigan bemorlarimizni juda ko'pchiligida sahrni diabet deymiz, qandli diabet ikkinchi turi uchrab turibdi. Bu amaliyotga qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi, chunki amaliyotdan oldin biz har bir bemorni 3 kun 4 kun tayyorlaymiz. Tayyorlash jarayonida bu umumiy qon tahlili, biokimik tahlillar, qonni quyuq suyuqligini tekshiramiz, o'pka rentgenografiyasi qilinadi, eho qilinadi. Ana shu holatlarda agar qand miqdori qonda undan yuqori qilinadi turadigan bo'lsa, biz bir necha kun endokrinolog tavsiyasi bilan davom muolajalarini olib boramiz. Sahr 9 dan tushgandan keyin amaliyot qilamiz. Bu amaliyotga qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi hozirgi kunda qandli diabet. Bevosita Mehriniso Muhammadiyeva ko'p tarmoqli bizning shifoxonamiz bor. Mana O'tkir aka o'tiribdilar. Bevosita O'tkir akaga murojaat qilsangiz, albatta ijobiy yordam beradilar. Ikkinchi guruh nogironi bo'lsa, mana order hisobidan bemalol o'sha amaliyotni ham o'tkazishimiz mumkin. Rahmat. Uktam Egamov, Navoiy shahri Tolstoy ko'chasi 39-uy, 13-xonadondan Abror aka, bu sizga nevaram Dilnura G'afforova 2011-yilda tug'ilgan, bolalikdan tug'ma nogiron. Shu o'tgan yillar mobaynida biron marta davolanish yoki sanatoriyasi uchun yordam olmadik. Olmagan ekan o'zi. Nogironlik bo'yicha ro'yxatda turadi. Murojaat qilgandik, lekin natija bo'lmadi. Shu masalada amaliy yordam bersangiz. Albatta yordam beramiz. Biz hozir bu ko'rsatuvdan keyin bu
raqamlarini bersalar yoki Albatta, o'sha savollarni sinflar bevosita bilan biz, beramiz. ha, olib shug'ullanamiz, bu bemorlar bilan bog'lanamiz. Men aytmoqchimanki, bizda hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimida nogironlarga juda e'tibor katta qaratilgan. Bu bo'yicha mana order tizimi, sug'urta tizimi orqali 100% davolanish imkoniyatiga egalar. Keyinchalik u sanatoriya rejim bo'ladigan bo'lsa, davolanib bo'lganlaridan keyin ijtimoiy himoya agentligi orqali sanatoriyaga yo'llanmalar beriladi. Rahmat. Albatta, Abror aka, sizga bu savollarni berib yuboramiz. Demak, Hamrayev Rustamjon Istamovich, Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya markazi rahbari Navoiy viloyatini. Rustam Istamovich, xush kelibsiz. Bugun juda ham nomini aytishga til bormaydigan kasallik bo'lib qoldi-da. Bu onkologik kasalliklar juda ham ko'p uchrayapti. Aholi o'rtasida kim bilan gaplashsak, qarindoshi yo jiyani mana shu kasalga uchragan bo'ladi. Juda ham bir og'ir holatlarga tushkunlikka tushib qolgan do'stlarimiz, fuqarolarni ko'ramizda. Bugun mana juda omalash, ko'payib ketdi bu kasallik. Juda ko'payib ketsa, juda ko'payib ketdi. Nomi o'chsin deydi-ku bu kasallik. Bugun hammamiz ham yuqorida bot ta'kidlayapmiz, o'sha sog'lom turmush tarzi deyapmiz-da. Mana shu onkologik kasalliklarning oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Qanaqa tavsiyalar berasiz? Buni ommaning ichida ko'proq targ'ibot qilsak, ko'proq mana shu nafaqat internet tarmoqlarida, nafaqat televideniya orqali yoki mana shu joylarga borganda, tibbiy ko'riklarga borganda yoki mana shu albatta rejalaringizda bor hududlarda tibbiy ko'riklar o'tkaziladi, aholi o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshiriladi. O'shanday holatlarda ham buni yetkazish kerak ko'proq. Mana yuqorida aytib o'tdik, o'sha energetik ichimliklar, fast foodlar va hokazo va hokazo. Biz ovqat yeyapmiz, bo'ldi, bugun qornimiz to'q-ku deyapmiz, lekin u ovqat oshqozonga kirgandan keyin qayerga qanaqa hujum qilishini biz bilmaymiz-da. Mana shular natijasida o'sha onkologiyaga moyilligi bo'lgan hujayralarimiz bilib bilmasdan o'sha noto'g'ri ovqatlanish yoki noto'g'ri turmush tarzida rivojlanib ketyapti-da. Bular bo'yicha ayniqsa yoshlar o'rtasida ko'payganligi aniq qilib bir aholiga tushuncha berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor nafaqat onkologiya, umuman so'nggi paytlarda dunyo olimlari tomonidan, shifokorlar, tibbiyot xodimlari tomonidan jami kasalliklarni davolashdan ko'ra oldini olish muhimligi isbotlangan. Shunday. Endi onkologik kasalliklar bular boshqa bir qancha kasalliklar qatorida no infeksion kasalliklar deyiladi. Infeksion kasalliklar bular ma'lumki o'z nomidan ma'lum bir qo'zg'atuvchini salbiy ta'siri oqibatida organizmga rivojlanadigan kasallik. Misol uchun yaqin yillarda bo'lib o'tgan COVID-19 infeksiyasi. No infeksion kasalliklar nimalar kiradi? Onkologiya, yurak qon tomir tizimi kasalliklari, qandli diabet, umuman organizmga tashqi ta'sirlarni, nojo'ya ta'sirlarni natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Kasalliklarning profilaktikasi deganda no infeksion kasalliklarning profilaktikasi bir-biriga juda yaqin. Xuddi shuningdek bosh miya insulti profilaktikasi, miyokard infarktini profilaktikasi va onkologiya turkumga kiruvchi kasalliklarning profilaktikasi bir-biriga juda yaqin. Oldin ham ko'p marta xalqimiz qadrdon yurtdoshlarimiz oldida targ'ibot qilganda gapirib o'tganman, doimiy gapirib kelamiz mutaxassislarimiz tomonidan. Birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish deganda har kim o'zicha tushunadi. To'g'ri ovqatlanish bu asosan kaloriyani oshib ketishi. Kaloriyani oshib ketishi, ya'ni organizmda modda almashinuv balansini buzilishi. Agar biz har qanaqangi ovqat turini o'zimizning ehtiyojimizdan ortiq iste'mol qiladigan bo'lsak, albatta qaysidir a'zo yoki sistemalarda nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqaradi.
uglevodlar miqdori, oqsillar miqdori, yog'lar miqdori, boshqa bir mikroelementlar miqdori oshib ketadigan bo'lsa, organizm balansini buzadi. Bu narsa isbotlangan. Yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Onkologiya sohasidagi kasalliklarni sabablarini so'nggi adabiyotlardan o'zim ham mutaxassis sifatida, shifokor sifatida qiziqib o'rganib turaman. Sport bilan shug'ullanuvchi insonlar orasida onkologiya kasalligi 37% kam. Qolgan uchraydigan sportchilar orasida qanaqa kasalliklar? Misol uchun, oftobda ko'p sport bilan shug'ullanadigan, velosport yoki voleybolchilar, basketbolchilar oftobda, qumda, plyajda bo'ladigan turlari bor. Mana bularda terida o'zgarish bo'lishi mumkin. Yoki so'nggi paytlarda juda bir shov-shuvga sabab bo'layotgan doping iste'mol qilish. Doping iste'mol qilish yoki bo'lmasa muskullarni o'stirish uchun gormon tarkibida gormon tutuvchi stimulyatorlarni ko'p iste'mol qilish olib kelishi mumkin. Boshqa holatlarda onkologiya uchramaydi. Bu isbotlandi bu. Ya'ni sport bilan shug'ullanish kerak. Demak, birinchisi to'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi sport. Bundan keyin har bitta inson mana rivojlangan davlatda yo'lga qo'yildi, o'zining ruhiy holatini boshqarishga, o'zini ruhiyatida uyg'unlikni, ya'ni garmoniyani ushlab turishga harakat qilish kerak. Bu ham o'zimizga, bu ruhiy tarbiya bilan bog'liq. Va qadim zamonda hammaga ma'lum bo'lgan irsiyatga bog'liqlik bor. Maxsus islomdan gapirib o'tdilar. Irsiyatga bog'liqlik, agar biz irsiy moyillikka uchun sharoit yaratmaydigan bo'lsak, shunda kasallik yuzaga chiqish ehtimoli ancha kam bo'ladi. Tavsiyam shulardan iborat. Endi aholimizga, yurtdoshlarimizga sport bilan shug'ullanishni doimiy ravishda, sport bilan hammani ham zalga borishga yoki boshqa bir sport majmuasiga borish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Uyida o'ziga mos holda sharoit yaratish mumkin. Eng oddiysi mana hovlisi bor yoki qishloq joyda yashovchi aholimiz jismoniy mehnat bilan shug'ullanish kerak. Nima uchun so'nggi paytda oshib ketadi? Oshib ketdi kasalliklar, umuman hamma kasalliklar. Chunki ko'proq jismoniy mehnatdan ko'ra aqliy mehnatga biz o'tib ketdik. Bu oddiy. Lekin aholiga yetkazishimiz juda qiyin bo'lyapti. Qadrdon yurtdoshlarimizdan shuni iltimos qilardik, tavsiya berardik. Harakat qiling. Faqat harakat. Shunday. Rahmat, Rustam Rustamович. Albatta, hurmatli tomoshabinlar, bu yerda bugun studiyamizda Navoiy viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot jarrohlik markazi bo'limi neyroxirurg vrachi Dilshod Ochilch qatnashyaptilar. Dilshod Ochilch, xush kelibsiz. Albatta, har bir sohaga alohida to'xtalib o'tganligimiz bejiz emas. Mana o'tgan ekan jarrohlik bo'yicha tug'ruq masalasi, onkologiya kasalliklar, bevosita neyroxirurgiya kasalliklari ham aytilish kerak bo'lgan kasalliklardan bittasi. Mana aholi o'rtasida ko'plab mana shu umurtqa pog'onasida grishalarning paydo bo'lishi, disk churrasi deydi, bo'yinda, bel sohasida bugun juda ham ko'payib ketdi. Nima uchun? Mana shu sog'lom turmush tarzi, yana shunga to'xtalib o'ramizda. Mana shular bo'yicha tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Birdan bugun o'sha bilib bilmasdan sal og'riq sezildimi, boramiz, banchaga o'tamiz, uni amaliyot bilan operatsiya qilishyapti va hokazo va hokazo, natijada nogironlik alomatlari kelib chiqyapti, qo'lda ishlamay qolishi, uyish va hokazo yo'nalishlar. Aynan sizlarning yo'nalishlaringiz bo'yicha, chunki bu umurtqa pog'onasi bevosita orqa miya bilan ishlaydigan, odamni boshqaradigan sxema hisoblanadi. Shunday ekan, mana shu kasalliklarni oldini olish bo'yicha, mana shu grisha kasalligi deydi, o'zimizda, ya'ni disk churrasi deydi. Mana shularni oldini olish bo'yicha nima tavsiyalaringiz bor? Bugun viloyatda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Sizning sohangiz bo'yicha qanaqa katta amaliyotlar qilindi? Qanaqa nima deydi? Yirik turdagi operatsiyalar o'tkazildi. Bunga kimlar jalb qilindi? Faqat o'zimizning Navoiy viloyatidagi shifokorlar bilanmi yoki chetdan shifokorlar kelyaptimi yoki qo'shma shifokorlar orqali qanaqa amaliyotlar o'tkazilyapti? Bugun mana shu ko'p tarmoqli, nafaqat Navoiy viloyatimizdagi neyroxirurglar bunga talab darajasida javob berishga tayyormi degan savollarimiz bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, rahmat taklif uchun. Umurtqa pog'onasi
bizning tanamizni ushlab turadigan ruscha qilib aytganda opora tayanch hisoblanadi. Uning orqasida ichida orqa miya va nervlar. Haqiqatan bugungi kunda disk uchuralari, umurtqa kanali stenozi, degenerativ kasalliklar deyiladi, unga qilib ko'payapti. Eng asosiysi, eng xavotirlisi bu kasalliklar yosharyapti. Ya'ni oldin 40-50 dan oshganlarda uchragan bo'lsa, hozir 18, 20, 30 yoshdagi yoshlarda kuzatilyapti. Endi buni sababi nima deyilganda, sababi o'sha hozir aytib o'tgandek nosog'lom turmush tarzi, kam harakatlilik, ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish masalan. Keyin uzoq vaqt bir xil holatda turish. Mana aytdingiz, texnika asri, texnika davri, hamma kompyuterda o'tiradi uyda. Bir xil holatda. Telefon, bo'yin egilgan turadi, soatlab qolib ketadi. Mana shu narsalar umurtqani bir xil pozitsiyada, bir xil holatda turishiga sabab bo'lib, mikrosirkulyatsiya buziladi, ya'ni qon aylanish buziladi. Bu esa o'sha diskni qon aylanishi buzilishi oqibatida degeneratsiyaga uchraydi, oziqlanish buziladi va disk churasi kelib chiqadi. Bo'yin og'riydi, boradi aptekadan so'rasa dori ichadi. Ichadi, necha yil oxirigacha bo'lmaydi. Keyin holat o'zgarmaydi, yana o'sha eski harakatlar. Bu oxir oqibatda disk kattarishi va nerv siqilishi va kuchli og'riqlarga, harakat buzilishlariga olib keladi. Oxir oqibatda keyin operatsiya qilish to'g'ri keladi. Shuning uchun aholimizdan shu so'rab qolardik, sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, kam harakatlikdan voz kechib, shu hatto kechqurun bir ozroq sayrga chiqsa, masalan, suzishga borsa, basseynlarga, ya'ni suz havzalariga. Sharoit suzishga yo'q, hatto hech bo'lmasa domda turadigan chiqib прогулка yarim soat bolasini olib yoki harakatda bo'lib tursa, qon aylanishi yaxshi bo'ladi, kasalliklar uchramaydi. Sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish yaxshi, shunaqa. Keyin hozir mana ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 17-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, men 3 davrga bo'lsam bo'lardi. Nima ishlar qilindi degan savolga. Boshida bitta ikkita operatsiyadan boshlaganmiz. O'shanda respublika markazlaridan ustozlar bilan kelib boshlaganmiz. Keyinchalik o'zimiz qilib boshladik. Hozir o'zi sanoqli operatsiya turlariga chaqirishimiz mumkin. Unda ham og'ir, ya'ni respublika darajasida qilish kerak bo'lgan, lekin aholi shu yerda qilib berishini xohishi bo'lganligi chaqiramiz. Umuman olib qaraganda bir 80-90% amaliyotlar o'zimizning mutaxassislar ishtirokida o'zimiz qilyapmiz. Bulardan misol uchun bosh miya o'smalari, orqa miya o'smalari, umurtqa pog'onasi o'smalari, oxirgi mana 2 oy ichida qilingan yangi operatsiya joriy etildi. Bo'yin qismida grubi deydi ruschasiga, shu qo'pol stenoz, ya'ni o'sha orqa miyani pareziga olib keladigan darajadagi kasallikda orqa miyani orqa tarafdan laminoplastika, bu shijashimiyat deydi, o'sha kam ta'sirli bilan operatsiya qilib o'sha kasallik tuzatish yo'lga qo'yilgan, o'zi boshlaganmiz. Mana shu 2 oy ichida 2 ta operatsiya o'tkazildi. Yana aholida nima muammo uchraydi? Masalan, bosh miya yoki orqa miya o'smasi aniqlanib qolsa qo'rqadi doktorga murojaat qilishga, operatsiya qiladi deb. Keyin kasallik chuqurlashib, og'ir oqibatga olib kelgandan keyin operatsiya jarayoni qiyinlashadi. Tuzalish, u qanaqa nogironlikka olib kelish ehtimoli bo'ladi. Shuni iltimos qilib qolardim, xalqimizdan qo'rqmaslik kerak, mutaxassislar yetarli bor, texnologiya ham bor, tekshirish, uni operatsiya qilish. Shu o'z vaqtida murojaat qilsa, uni oldini olish va erta davrlarda o'sha kasallikdan tuzatish va eson-omon oila bag'riga qaytarish mumkin bo'ladi. Rahmat Dilshod Ochilch. Albatta fuqarolarimiz tomonidan savollar, tashakkurnomalar kelib tushyapti. Bevosita biz buni o'qib berishga kirishamiz. Demak, Nizom Ochilov, Navbahor tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inidanman. Yoshim 70 da, 1,5 yil bo'ldi. Ko'p tarmoqli tibbiyot birlashmasida davolandim. U yerda menga qaragan shifokorlar va tibbiyot xodimlariga, xususan O'tkir Xushvaqtovga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hamma tibbiyot maskanlariga murojaat qilib, kasalimni topisha olmagandi. Shu inson sabab davolanib tuzaldim. Doimo sog' salomat bo'lsinlar, deyaptilar. Albatta, mana yuqorida ham aytib o'tdim, hurmatli tomoshabinlar, ko'rsatuv boshlanishidan oldin bizni bugun ko'plab fuqarolarimiz bevosita shu jonli efir orqali kuzatishadi dedim.
Albatta bugun qilingan ish hech qachon javobsiz qolmaydi-da. Demak, Serikbay Kambayev, Kanimex tumani Zafarobod shaharchasidan murojaatim: 71 yoshda bo'lgan otamning oyoqlari shishib, doimiy og'riq kuzatiladi. Qon bosimi bezovta qiladi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va davolanishida amaliy yordam berishingizni so'rayman. Murojaat qilyaptilar. Fikriga javob berasiz yo Abror aka javob berasiz? Mayli, javob beramiz. Hozirgi kunda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik jarayonlari jadal amalga oshirilib kelinyapti. Hech qanaqa bizda muammo yo'q. O'sha tuman xodimlari, tibbiyot xodimlari tomonidan, undan tashqari o'sha viloyat xodimlari tomonidan, undan tashqari o'sha respublika markazlar tomonidan o'sha chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar doimiy ravishda o'tkazilib turilibdi. Biz doim tayyormiz. Bu kishi bilan yana bog'lanib, bu kishini bemor shu amakini topib o'zlari bilan albatta manzillari, telefon raqamlari bor, bevosita beraman. Fazilat Mirzayeva, Karmana tumani Kalovat mahalla fuqarolar yig'inidan 2-guruh nogironiman. Bir necha marta poliklinikaga Toshkentga davolanish uchun yo'llanma so'radim, lekin har gal yo'llanma berilmaydi deb qaytarishyapti. Menga Toshkentdagi endokrinologiya markazida davolanishim uchun yo'llanma kerak. Iltimos amaliy yordam bersangiz. Bu kishiga ham xuddi shunaqa tavsiya berib qolamiz. Akrom aka, mana bizda hozir o'sha endokrinologiya markazi faqat nima deydi, jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun biz order ular talab qiladilar, biz order beramiz, lekin hozirgi kunda o'sha jarrohlik amaliyotlarini ham o'sha markaz, o'sha respublika endokrinologiya markazi tomonidan kelib, shifokorlar tomonidan shu yerda amaliyot o'tkazib kelinmoqda. Bu agar davolanish uchun bo'ladigan bo'lsa, bizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shu bemalol o'sha turar joy poliklinikalarga murojaat qilib, ular tomonidan order kiritilib, elektron ravishda shakllantirilib, shu viloyat muassasasiga o'tkazib bilamiz. Rahmat. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, bevosita siz bugun Navoiy viloyat teleradio kanalining ochiq muloqot ko'rsatuvini kuzatyapsiz. Savollaringiz bo'lsa, ekranlarimizda telefon raqamlarimiz yozilgan. Ushbu raqamlar orqali bevosita SMS xabarlari hamda telefon qilib murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Bu yerda mana viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bizda mehmondalar. Qanaqa savollar bo'lsa, yechimi bo'yicha biz javob berishga tayyormiz. Navoiy viloyati respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy tibbiyot markazi Navoiy viloyati filiali direktori To'xtayev Matyoqub Qo'shiyevich. Matyoqub Qo'shiyevich, xush kelibsiz. Albatta bugun mana ko'rib turibmiz qancha yo'nalishlar bo'yicha, bir qancha kasalliklar bo'yicha mana shifokorlarimiz tomonidan tavsiyalar berilib kelyapti. Sizda bevosita ko'plab mana amaliyotlaringizda bizda televideniyamiz xodimlari ishtirok etishadi. Qachon qaramang, hali Toshkentdan, hali Hindistondan, hali Moskva davlatidan bir qancha shifokorlarni olib kelib, mana shu xalqimizni ertangi kuniga yarab, mana shu sog'ligiga, ya'ni ularni befarq emasligingizni biz doim kuzatyapmiz. Mana shu nuqtai nazaridan bugun xalqqa o'sha kasalliklar to amaliyot davriga, ya'ni operatsiyaga kelguncha oldini olish uchun nima ishlar qilish kerak, bugun kuzatib turibmiz. Mana shu oyoq tizzalaridagi yemirilishlar, mana shu ko'z sohasidagi yemirilishlar juda ham ko'payib boryapti. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Bunga nima tavsiyalar berasiz? Men o'ylaymanki, har bitta fuqaro o'sha to sizni operatsiya stolingizga borib yotguncha shifo topishini, sizni tavsiyangiz bilan ular bormasin iloyim. O'sha to o'sha amaliyot davrigacha yetib bormasdan, amaliyot stoliga yotmasdan ular shifo topishini so'raymiz-da biz. Doim mana shunday ekan, ularga nima tavsiya berish kerak? Mana Dilshod Ochilish juda to'g'ri aytib o'tdilar. To o'sha miya qisib qolguncha yoki kasallik avjiga olguncha biz shifokordan qo'rqib murojaat qilmaymiz va natijada kasallik kattalashib ketadi. Uning natijasida so'ng amaliyot qilgan taqdirimizda ham o'sha shifo topish ehtimoli pasayadi, deyaptilar-da. Mana shu siz ham o'zingizning yo'nalish bo'yicha travmatologik kasalliklar bo'yicha tavsiyalaringizni bersangiz, mana shu suyak yemirilishi juda O'tkir akam aytganlaridek yosharib ketyapti-da. Bugun nimalar qilishimiz kerak? Bularni oldini olish uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Qanaqa sog'lom turmush tarziga, qanaqa sog'lom ovqatlanish tarziga rioya qilishimiz kerak? Qaysi sport turlari bilan doimiy ravishda band bo'lishimiz kerak? Ishxonada qanday o'tirishimiz kerak? Qanaqa shuni umuman olganda tavsiyalaringizni bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar.
Sizga katta rahmat Akrom aka, ochiq muloqotga taklif qilganingiz uchun. Haqiqatan ham hozirgi kunda o'sha tayanch harakatlanish sistemasidagi bo'lgan muammolar asosiy muammolar yuzasidan deb hisoblanadi. Ya'niki o'sha o'zi aytgandek tizza bo'g'imida yoki chanoq son bo'g'imida yoki boshqa bo'g'imlardagi xalq tilida aytganda suyak yemilish kasalligi deymiz, juda ham ko'payib ketdi, avjiga chiqdi deb aytishimiz mumkin. Bu haqida yuqorida mana hamkasblarimiz aytib o'tdilar. Haqiqatan ham sog'lom turmush tarzi yoki o'sha to'g'ri ovqatlanish endi keng olib qaraganda deyarli barcha kasalliklarning sababini shu bilan bog'lash mumkin. Endi bu kasallik yuzaga kelgandan keyingi jarayon haqida gaplashsak, menimcha qulayroq bo'ladi, chunki to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi haqida mana hamkasblarimiz yuqorida aytib o'tishdi. Bu shu aytib o'tishimiz mumkinki, bu tayanch harakatlanish sistemasiga ham bevosita aloqador. Demak, endi bu mana olaylik o'sha suyak yemilish kasalligi deymiz yoki bo'g'imlardagi og'riq deymiz. Mana yuqorida ham aytib o'tildi, COVID-19 dan keyin haqiqatan ham juda ham ko'payib ketdi bu. Chunki bu kasallikning asorati o'sha boshqa tana a'zolari kabi bo'g'im sistemasiga ham qattiq ta'sirini o'tkazdi. Mana o'sha qarangki, mana 6-7 yil bo'lgan bo'lsa ham bu kasallikda o'sha birinchi kirib kelganiga, lekin asorati hozirgacha kelyapti. O'sha bemorlarimizda bevosita o'sha chanoq son bo'g'imida yoki tizza bo'g'imida yoki o'sha boldir oshiq bo'g'imi deymiz, barcha bo'g'imlarga ta'sirlari hozirgacha yetib kelmoqda. Hamda boya hali aytilgandek qo'shimcha keyinchalik o'sha boyaki sog'lom turmush tarzi yoki to'g'ri ovqatlanishga ahamiyat bermaganda bu ikkalasi birga yaqqollashib, ya'niki klinikasi, kasallik klinikasi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Endi o'sha bo'g'imlarda og'riq deymiz. Dastlab o'sha og'riq paydo bo'lgan paytda o'sha mutaxassisga murojaat qilgan yaxshi. Hozir mana bemorlarimiz murojaat qilishyapti. Murojaat qilishadi, oldin o'zlari imkon darajasida o'sha xalq tabobat deymiz, o'sha har xil bo'g'imlarga o'sha qo'shimcha vositalardan foydalanib, kasallik og'ir darajasiga borgandan keyin murojaat qilishlari holatlari juda ham ko'p bo'lyapti. Endi meni tavsiyam nima? Iloji boricha o'sha bemorlarimizda bezovta qilgan paytdagina o'sha mutaxassisga murojaat qilganlari, mutaxassis bilan maslahatlashib davo chorasini olib borsa, bu kasalliklarning oldini olish mumkin. Ya'niki o'sha o'zi aytgandek, o'sha amaliyotgacha yetib bormasdan, o'sha ya'ni konservativ deymiz, konservativ yo'l bilan davolash mumkin. Mana hozir o'sha yilimizni boshida respublika markazi bilan birgalikda yo'l xaritasi, Sog'liqni saqlash boshqarmasi birgalikda yo'l xaritasi tuzganmiz. Hozir mana o'zimizni o'sha filial xodimlari hamda respublika markazi xodimlari bilan har oyda o'sha tumanlarda tibbiy ko'rik tashkillashtirganmiz. Bu haqida yana boya ham aytib o'tdilar. Mana bugungi kunda ham Navbahor tumanida tibbiy ko'rik tashkil qilindi. O'sha yana bitta aytib iltimos qilmoqchiman teletomoshabinlardan, mana shu tibbiy ko'rik degan paytda imkon darajasida agar o'sha paytda murojaat qilsalar, masalan Navoiy shahargacha kelmagan taqdirda biz shu tuman sharoitda borib ishlayapmiz. O'sha QVP qishloq vrachlik punkti deymiz yoki o'sha oilaviy shifokorlik punktlari darajasida borib, mana markaz xodimlarini ishlayapmiz. Mana bugungi kunda, mana bugun Navbahorda 300 dan ziyod bemor ko'rildi. O'sha respublikadan kelgan mutaxassislar, o'zimizning filial mutaxassislari ishtirokida. Ya'niki shunda ham bir qator bolalarda uchraydigan, kattalarda uchraydigan ortopedik travmatologik kasalliklar aniqlandi. Endi ularning yechimi bilan, ya'ni o'sha kasallik kelib chiqishi, birinchidan nima uchun kelib chiqdi? Ikkinchidan uni aniqlangandan keyin yechimi, ya'ni o'sha davolash choralari bilan shu vaqt mobaynida shug'ullanamiz. Shuning uchun tavsiyam kasallik boshlanishi bilan bizning mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Mana hozirgi kunda o'sha filialimiz Sputnik Qo'rg'onda Sadrdan 102-A uy deymiz, o'sha nimada binoda xizmat ko'rsatmoqda. Mana tunu kun ekstern post yo'lga qo'yilgan, masalan travmatologik murojaat uchun, ortopedik kasalliklar uchun ham kunduzi ham bolalarda ham kattalarda uchraydigan kasalliklar bo'yicha shifokorlarimiz qabul davom etmoqda. Marhamat, imkon darajasida qancha murojaat qilsalar, qo'ldan kelgancha xalqimizga yordam berib, shu dardlarga darmon bo'lsak, o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Rahmat, Matiyoh Qo'shich. Albatta bugun kasalliklar uyda turib, bolalarimizni havoni
sovishi va birdan isib ketishi natijasida shamollash kasalliklari, ya'ni infeksion kasalliklar rivojlanib ketyapti. Bugun studiyamizda Farruh Ibodullaevich o'tiribdilar, bevosita mana shu infeksion kasalliklar bo'yicha mutaxassisimiz. Farruh Ibodullaevich bugun mana shu yoshlarimizni bevosita isitmasi, ya'ni temperatura deymiz, 40 ga chiqadi, murojaat qilmaydi-da, doktorga, aptekaga boradi, parashok ichiradi yoki qo'shnisini chaqiradi, analgen dimidrol qildiradi. U bugun tushdimi, u ertasi kuni yana chiqadi. Yana chiqqandan keyin yana shu ahvolda biz kasallik to isitmasi tushmay qolgandan keyin ko'tarib doktorga olib boramiz. Qayerga? O'sha shifokorga olib boramiz. Shifokor uni davolashga qiynaladi-da. Bugun mana shu isitma kasalliklari, ya'ni yoshlar o'rtasida isitma qilish ko'payib ketyapti. Diareya, ichib ketishi, mana shu shamollash, tomoqchasidagi og'riq, ayniqsa bolalar o'rtasida-da. Bugun mana shunday holatlar uyda ro'y berdimi, ota-ona nimaga e'tibor qaratish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? O'sha qanday uyda mumkinmi o'sha so'ramasdan parashoklarni ichirish, bevosita o'sha ukollarni olish mumkinmi? Aynan mana infeksion kasalliklar bo'yicha ham tavsiya berib bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bolalarimizda hozirgi kunda yuqori nafas yo'llari respirator infeksiyasi kasalligining rivojlanishiga asosiy sabab issiq havodan sovuq havoga birdan chiqishi. Chunki bularda mana havomizni keskin sovib, isib ketishi natijasida uy haroratimizning uyda harorat issiq, dalada sovuq. Asosan 2 yoshgacha bo'lgan bolachalarimizda oxirgi paytlarda laringotrexit kasalliklari, pnevmoniya kasalliklari rivojlanishining asosiy sababi mana shu ob-havomizning keskin o'zgarishi. Bu qanday bo'ladi? Chunki bolachalarimizda patologik patoanatomik tuzilishida nafas yo'llarining qisqa va keng bo'lishi. Shu oqibatida issiq uydan dalaga chiqadi, obitda. Keyin kechga borib bola birdan nafas yo'llari qisilib qolib, laringotrexit rivojlanishi. Biz o'shanday holatda nima qilamiz? Isiriq tutatamiz. Mumkinmi shu? Yo'q, unday holatda isiriq tutish mumkin emas. Unday holatda birdan birinchi yordam skoriy pomosh chaqirish kerak yoki o'ziga yaqin bo'lgan mahalliy vrachlarga yoki shahar an'analarida bo'lsa, больницаlarga zudlik bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Keyin kechqurunga borib yana yo'tallarning paydo bo'lishi, mana shu birinchi kuni qisqa kalta yo'tal paydo bo'ladi, ikkinchi kunda birdan u yo'tal chuqurlashadi. Buni albatta shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Agar shifokor nazoratida bo'lmasdan o'zboshimchalik bilan uyda dorilar bersa, oxirigacha davom muolajalari olib borilmaydi. Olib borilmash natijasida 1-2 kunda bolachalarda pnevmoniya rivojlanyapti. Oxirgi kunlarda shunaqa holatlar kuzatilyapti. Keyin buni davolash, temperaturasi ko'tarilib ketganda birdan uni uy sharoitida ko'proq iliq suvlar berishimiz kerak. Tana haroratini tushirish uchun badanlarini iliqqina suv bilan artishimiz kerak yoki spirtlik suvlarni aralashtirib badanni artishimiz kerak. Uyda tana haroratini tushirish uchun har xil dorilardan foydalanmasligimiz kerak. Chunki bolachalarning organizmi juda nozik bo'ladi. Dori miqdorini ko'p berib qo'ysak, tana harorat tushib ketish holatlari ham kuzatiladi. Shuning uchun albatta shifokorga murojaat qilish kerakda, uni dozalari bor, uni har bir berish tartibi bor, necha kungacha berish tartiblari bor. O'shalarni yozdirib, nazoratda bo'lish kerak. Keyin diareya kasalliklariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda yuqorida ustozlarimiz aytib o'tdi, tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni gigiyena qoidalariga va dieta qoidalariga talab qilmasdan o'sha anoda termik ishlov natijasi oxirigacha yetib bormagan mahsulotlarimiz ko'payib ketdi. O'shalarni yeyish natijasida ham mana bu diareya kasalliklarimiz rivojlanib ketyapti. Shuning uchun diareya kasalliklari rivojlanganda uni klinik belgilari asosan qusish, ich o'tish, temperatura bilan namoyon bo'ladi. Shunday holatlarda albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Ko'proq suyuqliklar, hozir mana bu orsa degan suyuqligimiz chiqqan, uning tarkibida hamma elementlar bor. Shulardan kerakli miqdorda iste'mol qilish kerak. Agar bemor yengil holatlarda, agar bemor og'ir holatlarda bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Albatta Farruh Ibodullaevich, bugungi kunda mana shu bir qaraymiz ko'payib qoladi. Bugun deyarli sariq kasalliklar kamaydi.
aholi yoshlar o'rtasida mana shu bu nima natijasida emlash yaxshi olib borilyaptimi yoki mana shu sariq kasallikka ham chalinmaslik uchun bolalar bu inson organizmida eng asosiy xizmat qiladigan organlardan bittasi bu jigar. Sariq kasallikka duchor bo'lgandan keyin albatta uni jigarda muammo bo'lib kelib chiqadi. Shunday mana shu sariq kasalliklarni ham oldini olish bo'yicha tavsiyalaringizni bersangiz yaxshi bo'ladi. Gepatit A kasalligi haqida asosan gapiradigan bo'lsak, gepatit A kasalligi bizning bolalarimiz umumlashgan holatda mana ko'p desertlarga borishdan oldin poliklinikalarda emlash yo'lga qo'yilgan. Hozirgi misol uchun Navoiy viloyatida, Navoiy shahrida 3-oilaviy poliklinikaga shu gepatit A ga emlash jarayonlari olib boriladi. Uni emlash uchun 1 yoshi 6 oylikdan boshlanadi emlash. Albatta shu emlashlarni olsa, kelgusida bola-chalada gepatit rivojlanmaydi. Mana shu bilib bildirmay yosh kelinlarimiz Mahfuza Islomni olib bormaydi o'sha emlashga-da. Bu ko'p uchraydigan holatda aholi o'rtasida. Buni o'sha shol kasalligi, chechak kasalligi, sariq kasalligiga va hokazo yo'nalishlar bo'yicha bola to voyaga yetguncha emlashlar bor-da, bir qancha maktab davrida ham emlaydi adashmasamda. Shularni emlatish kerakmi, emlatsa ham bo'laveradimi? Endi emlatsa bolaga ham oilaviy anodan bolaga ham foyda bo'ladi. Kelgusida shu kasallikka chalinmasdan o'tib ketadi. Yengil o'tkazadi. Rahmat. Albatta hurmatli teletomoshabinlar, sizlar tomoningizdan kelayotgan savollar bor. Men bevosita o'qib eshittirishni boshlayman. Navoiy shahridan Kimyogar mahalla fuqarolar yig'inidan Xolimo'min Berdiqulov, qizim Oysulu Berdiqulova ko'zi bo'yicha 1-guruh nogironi, qizimning ko'zi uchun dori-darmon olishda amaliy yordam berishingizni so'rardim. Shu masalada yordam bering deb murojaat qilyaptilar. Demak, Xolimo'min Berdiqulov, albatta telefon raqamlari bor ekan, manzillari bor. Bu bo'yicha o'z bevosita bog'lanib, fuqaromizning muammolarini yechishda amaliy yordam bersalaringiz yaxshi bo'lar edi. Xatirchi tumani Maydonsoy mahalla fuqarolar yig'inidan Sherzod Dostonov, murojaatim 2023-yilda viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida travmatologiya bo'limida jarrohlik amaliyotini boshimdan o'tkazdim. Oyog'imda total endoprotezlash amaliyoti qilishgan, 2-guruh nogironligi berishgandi. Shu yil qayta tekshirib 3-guruh nogironligiga tushirishdi. Mana shunday holatda 2-guruhdan 3-guruhga tushirish mumkinmi deb savol jo'rnayaptilar. Bu bo'yicha qanchalik to'g'ri deyaptilar? Kim javob beradi? Javob beradilarmi? Endi to'g'ri, o'sha bemorlarimizda o'sha hali aytganimizdek chanoq son bo'g'imida koksartroz yoki tizza bo'g'imida gonartroz yoki shu bo'g'im kasalliklarini bosqichiga qarab nogironlik guruhi belgilanadi. Ya'niki unda o'sha mehnatga layoqatsizlik darajasini cheklanganligi hisobga olingan holatda bu jarayon olib boriladi. Endi hozirgi kunda masalan bemorlarimizga o'sha yo'lalik endoprotez, total endoprotezlash amaliyoti bajarilgandan keyin bemorda o'sha bu operatsiyani qilishimizdan maqsad bemorni sog'lomlashtirish. Bemorlar sog'lomlashtirilgandan keyin bemorning umumiy holatiga qarab turib nogironlik guruhi o'zgartirilishi mumkin. Ushbu jarrohlikdan keyin Matoq Qo'shich savolga aniq javob beraylik. Inson sog'ligini qayta tiklab, u sog'lom turmush tarziga qayta oladi, to'g'rimi? Albatta, xuddi shunday. Demak, bu bo'yicha ham qo'shimcha qilish maqsadida men Abror akaga ushbu fuqaromizni bergan savollarini yo'llayman. Bevosita ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan maslahatlashib, aniq javob berishlaringizni iltimos qilardik. Karmana tumani Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'inidan Dilshod Aslonov, murojaatim 2024-yilda Karmanada oyog'imdan operatsiya bo'ldi. Menga nogironlik nafaqasi tayinlanadimi? deb murojaat qilyaptilar. Albatta, bunda ham endi bu yerda bemorning umumiy holatini, tashxisini to'liq o'rganish kerak. Chunki oyoqda qaysi qismida qanaqa amaliyot bajarilganligiga bog'liq. Agar endoprotezlash, total endoprotezlash bo'lsa ham, agar unda bemorda sog'lomlashtirish holati kuzatilgan bo'lsa, bu yerda nogironlik guruhi o'sha masalan 2-guruh bo'lsa 3-guruh belgilanishi mumkin. Yoki agar boshqa qo'shimcha qanaqadir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, uni murojaat qilib qayta ko'rib chiqish mumkin. Albatta, Humoyun Hamidov, Xatirchi tumani Miyonqol mahalla fuqarolar yig'inidan murojaatim ertalabdan 2 qo'limda panjalarida shish paydo bo'ladi. 2-3 yil bo'lib qoldi. Tumanimizdagi tibbiyot xodimlariga murojaat qilgandim, davolandim, lekin foyda bo'lmayapti. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va davolanishim uchun qanday maslahatlar berasizlar deyapti. Qo'llardagi shish bo'yicha. Endi qo'llarda ertalab
shish bo'ladigan bo'lsa, endi bunda bo'lishi mumkin. Agar qish kunlarida bo'ladigan bo'lsa, ba'zida bo'ladi, sovuqdan allergiyada shunaqa shish bo'lishi mumkin. Bir keyin undan keyin qon tomir kasalliklari bo'lsa, bunda ham shish bo'lishi mumkin. Keyin o'sha revmatik kasalliklarda ham bunday holat bo'lishi mumkin. Endi bu kishi bevosita murojaat qilishlari mumkin. O'sha ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yoki o'zlariga yaqin joydagi oldin terapevtga, undan keyin travmatolog, o'sha qon tomir jarrohiga borib murojaat qilish kerak. Bu yerda kerakli qon tahlillerini o'tkazib, bularga to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Undan keyin o'sha yo'nalish aniqlangandan keyin shunga qarab davo muolajasini olib borish mumkin. Rahmat. Qantir tumani Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'inidan Shahzod Qurbonov. Onam 51 yoshdalar, surunkali qon bosim bezovta qiladi. Bir necha bor davolatdik, foydasi bo'lmayapti. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va sifatli muolaja olishlari uchun amaliy yordam bersangiz deyaptilar. Endi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik doimiy ravishda o'tkazib kelinmoqda. Endi bu o'sha qon bosimidan aziyat chekayotgan aholimiz hozirgi kunda juda ko'p uchraydi. Bu bo'yicha o'sha turar joy markaziy shifoxonasi yoki o'sha ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi, oila shifokorlik punkti yoki nimaga borib yashash joyidan order shakllantirib, imtiyoz asosida kelib o'sha ko'p tarmoqli tibbiyot markazida kerakli tekshiruvlardan o'tib, o'sha doimiy ravishda shifokorda nazoratda bo'lib turish imkoniyati bor. Bu bo'yicha biz bog'lanamiz. Albatta, Navoiy shahar Ishonch mahalla fuqarolar yig'inidan Naim Obidov 57 yoshdaman, 23 yildan beri 2-guruh nogironiman. Urologiya bo'yicha sog'ligimda surunkali muammoyim bor. Xorijga chiqib davolanishda amaliy yordam bersangiz deb murojaat qilyaptilar. Bizda hozirgi kunda xorijga chiqish imkoniyati, xorijga yo'llash imkoniyati juda qiyin, muammoli, og'riqli nuqtamiz bo'lib turibdi. Nima uchun deganda bu o'zi nimada mablag' talab qiladigan masala deb men o'ylayman. Bu narsani o'sha kerakli tashkilotlar bilan, ya'ni o'sha tibbiyot muassasalari bilan bir bog'lanib, ko'rib, tekshirib, qanaqa amaliyot o'tkazilishi kerak, O'zbekistonda o'tkaziladigan amaliyotlar ro'yxatda bor bemor bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol O'zbekistonda ham ushbu amaliyotni amalga oshirsa bo'ladi. Albatta o'tkaziladi. O'sha urologiya markazi bilan bog'lanib, bu muammoni yechishimiz mumkin. Albatta bir qancha amaliyotlar, bir qancha o'sha yuqori darajada turadigan qilib bo'lmaydi degan amaliyotlarni ham o'zimizda jonajon vatanimizda qilish imkoniyatini qilib berdilar prezidentimiz. Qanaqa texnologiyalar, qanaqa texnikalar, qanaqa apparaturalar butun muammosiz qilib beryaptilar-da. Bugun bevosita mana shu tibbiyot xodimlariga qaratilayotgan e'tibor, mana hozirgi savolni bitta javobini mana o'zimiz bevosita mana prezidentimiz qilib berdilar. Nimaga raqamlashtirish degan narsani olg'a surdilar-da. Bugun raqamlashtiraylik hamma narsani, mana shu raqamlashtirish natijasida o'sha korrupsion holatlarni oldini olish, ya'ni yolg'onchilikni, ko'zbo'yamachilikni va hokazo yo'nalishlarda oldini olgan bo'lamiz. Va buni natijasida men tibbiy sug'urta degan narsani olg'a surdilar-da. Mana shu tibbiy sug'urta nima uchun? Avvalo o'sha har bitta fuqaro o'zi uchun o'zini o'sha tibbiy sug'urtalashga ham majbur, ham uni burchi deb bilish kerak. Ertaga o'sha tibbiy sug'urta butun dunyoda bugun rivojlangan mamlakatlarda hammasida tibbiy sug'urta orqali davolanishadi. Tibbiy sug'urtasi bormi, u bevosita xohlagan o'sha biron bir kasalligi bo'yicha, og'ir kasallik, og'ir amaliyotni o'tash bo'yicha ham o'sha hududidagi o'sha provinsiyasidagi yoki o'sha shtatidagi bevosita shifoxonaga murojaat qiladi, yotqizishadi. U pul to'lamaydi, u hech qanaqa qog'oz to'ldirmaydi, yotqizadi, amaliyotini qiladi. Plastik kartasi orqali tibbiy sug'urtasiga to'langan mablag' evazidan yechib olinadi. Bu bizda mana bu boshlanishini bir boshlab berdilar-da prezident. Qani hammamiz bugun o'sha tibbiy sug'urtaga a'zo bo'lsak, tibbiy sug'urta nimaligini bir tushunsak va o'sha natijasida mana shunaqa og'ir kasalliklar o'zimizda yechimi topilmaydigan, viloyatda darajasida yechimi topilmaydigan kasalliklar natijasi hal bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Respublikaga boriladi. Respublikada ko'riladi, o'sha professorlar, olimlar ko'radi. Ular ham fikrlashib va undan keyin o'sha ajratilgan homiylik yoki o'sha prezident jamg'armasi hisoblaridan o'sha chet davlatlarda amaliyot qilish imkoni paydo bo'ladi-da. Bevosita bizda Nurqulov Oybek Haydarovich o'tiribdilar, Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi Navoiy viloyat hududiy bo'limi boshlig'i. Oybek Haydarovich, albatta tibbiy sug'urta nima u? Tibbiy sug'urtaga a'zo bo'lsak bizga nima beradi? Bugun mana sizga
ham imkoniyat, ham iltimos qilardik. Mana shuni targ'ibot qilishimiz kerak. Nima uchun? Va ertaga tibbiy sug'urtaga ega bo'lgan fuqaromizda qanaqa vakolatlarga ega bo'ladi? Shu bo'yicha tushuncha bersangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli O'yinjahon qarshisida turgan teletomoshabinlar. Tibbiy sug'urta tizimi Navoiy viloyatida nafaqat O'zbekiston Respublikasida bo'lmagan bu. Bu davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2020-yilda o'sha 48-90 sonli qarorlarga asosan davlat tibbiy sug'urta tizimi Sirdaryo viloyatida tajriba sinov tariqasida joriy etildi. Buni joriy etishdan asosiy maqsad o'sha davlat tibbiy sug'urta tizimini joriy etish orqali aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, shuningdek birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarini yanada aholiga yaqinlashtirish masalasi qo'yildi. Keyin ikkinchidan o'sha sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni yangicha mexanizmi joriy etildi. Bunda yangicha mexanizmi deganda o'sha birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarini aholi jon boshiga moliyalashtirish masalasi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, statsionar mavjud tibbiyot muassasalarida har bir davolangan holat uchun mablag'larni moliyalashtirish masalasi qo'yildi. Navoiy viloyatida O'zbekiston davlatimiz rahbarining 311-sonli qaroriga asosan 2025-yil 1-iyuldan davlat tibbiy sug'urta mexanizmlari amaliyotga to'liq joriy qilindi. Bunda o'sha 153 ta viloyatimizda mavjud 153 ta birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalari aholi jon boshiga moliyalashtirishga to'liq o'tkazildi. Shuningdek, 27 ta viloyat darajasida, respublika viloyat darajasidagi muassasalar har bir davolangan holat uchun moliyalashtirishga to'liq joriy etildi. O'yinjahon qarshisida turgan fuqarolarimizga bitta narsani tushunarli qilib aytib ketishim kerak. Davlatimiz rahbarining 311-sonli qarorlari bilan har bir fuqaro o'ziga biriktirilgan hudud bo'yicha oilaviy shifokorga murojaat etishi va oilaviy shifokor bilan bitim tuzishi masalasi qo'yildi. Bitimda aholiga qo'yiladigan talablar aniq va ravon ko'rsatib berildi. Bitim tuzilishi, keyin aholini oilaviy shifokorga elektron biriktirilishi, u biriktirilgan fuqaro sug'urta polisiga o'zi ega degan. Sug'urta polisiga ega, polis chiqarib bermayapti, lekin bitim sug'urta polis rolini o'ynayapti. Bu yerda aholi oilaviy shifokorga biriktirilgandan keyin o'zini oilaviy shifokoriga murojaat qiladi. Agar ambulator sharoitda davolanadigan bo'lsa bemor, kafolatlangan paketga kiritilgan dorilar ro'yxati o'sha tibbiy buyumlar to'liq davlat byudjeti mablag'lari hisobidan oladi. Bu xarajatlar hammasi davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Oilaviy shifokor yo'llanmasi bilan tor soha o'zini ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada faoliyat yuritayotgan tor sohaga murojaat qilsa, o'sha tuman darajasidagi yoki viloyat darajasida statsionar ravishda davolanish uchun sarflanadigan barcha dori-darmon, tibbiy buyum xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari tomonidan qoplab beriladi. Agarda bemor to'g'ridan-to'g'ri oilaviy shifokorga murojaat etmasdan viloyat yoki tuman darajasidagi shifoxonalarga murojaat etib yotib davolanish istasa, u pullik asosda amalga oshiriladi, u xarajatlar barchasi. Keyin yana aholiga yana bitta qulaylik yaratilgan. Buni o'sha aytib o'tish kerak. Vazirlar Mahkamasining 619-sonli qarori bilan reimbursatsiya tizimi joriy qilindi. Bu ham aholimizga juda qulay tizim. Bu reimbursatsiya tizimi deganda nima bu? Dispanser nazoratida turgan, surunkali kasallik bilan dispanser nazoratida turgan bemor ambulator sharoitda davolash. Ular yana oilaviy shifokorga murojaat etishi bemorlarni oilaviy shifokordan elektron retsept shakllantiriladi. O'ziga kerakli bo'lgan o'sha 28 ta turdagi dorini u yaqin apteka, davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi bilan shartnoma tuzgan aptekadan oladi bu dorini. 1 oylik ob'yemdagi dori beriladi. Uni ichib yuradi. 2025-yilda 155 mingga yaqin o'sha dispanser nazoratida turgan bemorlar ro'yxatini shakllantirgan bo'lsak, ular 79 mingdan oshirog'iga biz o'sha tizim bilan to'liq qamrab oldik. Unda 162 mingdan oshiqroq elektron retseptlar shakllanadi. Demet dasturi orqali elektron retsept shakllanib, qariyb 6 milliardga yaqin mablag' o'sha sarflandi bularga. Sarflab to'liq davlat byudjeti mablag'lari hisobidan jamg'arma orqali qoplab berildi. Keyin yana bitta nimaga imtiyozli toifadagi turgan bemorlar bo'yicha to'xtalib o'tdi. 2021-yil 5199-sonli davlatimiz rahbarining qarori tasdiqlangan. Bu qarorda o'sha imtiyozli toifadagi 20 ta guruh bu imtiyozli hisoblanadi. Bu guruhlar
bular o'zini o'sha oilaviy shifokorga murojaat etishi, qog'oz order batamon O'zbekiston Respublikasida tugatilgan, elektron orderga o'tilgan. Oilaviy shifokorga murojaat etib, keyin o'zini tor soha ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga murojaat etib, elektron order bilan kelib viloyat darajasidagi yoki respublika darajasidagi muassasalarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlar o'tkazilsa, buni ham to'liq xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Albatta. Mana qarang, aytib o'tdingiz, juda ham to'g'ri-da. Raqamlashtirish bu ertaga bizga qulay imkoniyat, aholi uchun qulay imkoniyat yaratib beryapti Oybek aka. Sababi o'sha order olish uchun borib 4-5 so'm pulini bersang order beradigan aholi o'rtasida shu sovuq gap bor edi-da. Mana bu bordi. Bugun bemor shifoxonada yotdimi? Order orqali yana bu safarki jarayoni, ya'ni bu safar yana shifoxonaga yotish uchun u aynan kompyuterda turadi. Muddatdan oldin murojaat qilsa, kompyuter o'zi qizil chiziqqa qo'yib qo'yadi. Yo'q, seni hali davolanish muddating kelgani yo'q deydi-da. Olday vaholanki juda ham mana shu shifokorlarga bo'lgan odamlar shifokor bilan o'sha bemor o'rtasidagi munosabatni buzardi. Bugun ming rahmat prezidentimizga. Aynan mana shu birinchi o'rinda raqamlashtirdilar va shifokorlarga qulay shart-sharoit yaratish masalasida oylik maoshlarini ko'rib chiqdilar. Mana juda katta video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Aynan shifokorlar O'tkir aka buni eslashimiz kerak-da. Shifokor degan xilqat qaysi darajaga tushib qolgan edi. Ularga yaratib berilishi kerak bo'lgan imkoniyatlar bugun juda ham bir og'ir ahvolga tushib qolgandi. Bugun mana ming rahmat oylik maoshlarini ko'tarib berdilar. Shifoxonalarda kerakli bo'lgan ishlarni qildilar. Kerak bo'lsa chet elda o'qib kelsin dedi. Kerak bo'lsa nima imkoniyat bo'lsa bugun qilib ber. Bugun bizni xalqimiz shifokorlardan rozi bo'lsin degan gapni bot-bot ta'kidlayaptilar-da. Buni oldini olish uchun mana shu ertaga shifokor bilan bemor o'rtasidagi nomutanosiblik kelib chiqmasin. O'sha o'rtadagi mana shu pul berish, pora taklif qilish, mana pulimni olib qo'ying degan narsalar ketsin. Bugun prezidentimizning aynan shifokorlar masalasida olib borilayotgan islohotlarni pirovard maqsadi bu aholini mana shu shifokorlarga bo'lgan hurmatini oshirishda. O'tkir Shonazar qisqa qilib vaqt bizda chegaralangan. Mana shu yaratib berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida bir to'xtalib o'tsangiz, bugun qancha imtiyoz, qancha imkoniyatlar biz shifokorlar nimaga amal qilishimiz kerak? Nimaga labbay deb prezidentimizning olib borilayotgan siyosatlariga javob berishimiz kerak? Avvalambor 2016-yil, 2017-yil muhtaram prezidentimiz mana chetda ishlaydigan hamma bor mutaxassislarimizni imkoniyat berdi, taklif qildi. Mana shu nima bilan 2017-yil O'zbekistonga kelgan bo'lsak, hozir mana o'zim 14 yil Rossiya Federatsiyasida tahsil oldim, ishladim. Hozir mana Rossiyada, Belarusiyada juda ko'p o'zimiz bilan birga o'qigan o'rtoqlarim bor. Hozir taqqoslaydigan bo'lsak, oylik nimasida bizning vrachlarimiz ancha ko'p bo'lyapti ulardan. Даже Rossiya Federatsiyasidagi vrachlardan, o'zi o'rtoqlarimizdan doim Telegram messenjerlari bu mana WhatsApp bilan gaplashib turamiz. Mana shu bu narsani aytayotgani muhtaram prezidentimiz qilib beradigan imkoniyatdan. 7-8 yil oldinlar biza tasavvurimizga sig'masdi, viloyat darajasida, tuman u yoqda tursin, viloyat darajasida buyrak transplantatsiya qilish deganda bir 7 yil oldin aytganda biza ishonmasdik. Hozir tuman darajasigacha shu operatsiyalarni tushirdik. Mana hozirgi kunda mana Navoiy viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi xirurgiya bo'limida deyarli 90% operatsiyamiz bu yuqori texnologik laparoskopda qilinyapti. Mana neyroxirurgический mana yangi operatsiyalar qilinyapti. Biz har oy nimadir kirgizib kelyapmiz. Mana muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan sog'liqni saqlash vazirligi bilan yiliga 2-3 marta chet mamlakatga borib kelyapmiz, o'qib kelyapmiz, texnologiya olib kelyapmiz, yangi operatsiyalarni joriy qilyapmizki, bu sohamizga, bizning sog'liqni saqlashga e'tibor berganligi. Buni orqasida millatimizni, jamiyatimizni sog'lomlashtirish. Rahmat. O'tkir Shonazarchi, albatta hurmatli tomoshabinlar, vaqt oliy hakam qani imkon bo'lsa soatlab gaplashardik. Tibbiyot sohasida qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz, aholiga yetkazishimiz kerak bo'lgan maslahatlarimiz, fikrlarimiz va shifokorlar tomonidan qilinadigan talablarimiz bor edi. Mana qo'ldan kelgancha qariyb 1 soat va 10 minut mobaynida sizlar bilan ochiq muloqot ko'rsatuvi orqali bevosita tibbiyot sohasi vakillari bilan suhbat qildik. Savollar bor edi. O'qib eshittirdik va Navbahor tumani Yuqori Beshrobod mahallasidan Otamurat Xudoyberdiyev, Ma'rifat Qodirova
Ozod Ro'ziyevlar Karmana tumanidan savollar yo'llashgan. Abror aka, ushbu savollarni beraman. Bevosita telefon raqamlari yozilgan, bular bilan bog'lanib, natijasi bo'yicha ma'lumot berasizlar deb o'ylayman. Albatta, hurmatli tomoshabinlar, vaqt oliy hakam. Sizlar bilan kelgusi hafta payshanba kuni ochiq muloqot jonli efirda ko'rishguncha deymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Salomat bo'ling.